Ko'ngil qabristonga aylanib ketgan. Ha, to'g'rida axir. Har bir kelgan inson uchun ehtimoliy qabr kavlanadi. Ayrimlar 1 yil, ayrimlar 2 yoki 3 yil. Aksarlari esa 1-2 oy ichida qabrlarini topib olishadi. Hayotning har bir o'rnida ishni samimiyat bilan hal qilib bo'lmaydi. Ba'zida jahl aralashadi, ba'zida qattiqqo'llik. Eng muhimi zulm bo'lmasa bo'lgani. Tanganing ikkinchi taraf ikkala inson uchun ham sirli va kutilmagan bo'ladi. Chunki har kim ko'rganiga suyanadi, bilganiga tayanadi. Umuman olganda har bir taraf o'z manfaati uchun kurashadi. Manfaatlar urushganida idroklar tepkilanib ketadi. Eng achinarlisi esa ikkala taraf ham aslida his qiladi. His qiladiki, arzigulik hech narsa yo'q. Ammo g'urur deb atalmish kazzob bor ekan, tugamaydi. Hech narsa va hech qachon tugamaydi. Shunchaki e'tibor bering, shunchaki razm soling. Siz nimani ko'zlayapsiz va nima uchun harakat qilyapsiz? Agar ko'ra olsangiz yutuqdasiz. His qila olsangiz ne'matga ega bo'libsiz. Anglay olsangiz g'alaba qozonibsiz. Ortga o'girilish yo'q. Belgilangan shartni o'zgartirish yo'q. Illo sizni unday emasligingizni bilishadi. Bilishadiki, nima uchun bu yurishni qilganingizni. Nima uchun bu yurishni qilganingizni. Nima uchun qat'iy talab qo'yganingizni o'ylamang. Anglashsa to'g'rilashadi. Anglamagan narsalarni esa siz anglatuvchi emassiz. Baxtli bo'ling. Qabr egalari kutib qoldi. Ko'ngil qabristonini to'ldirishga bel bog'laymiz.